Buncha kechda maktabga kelgan kim bo'g'iydi? Ne, qo'ysa Oyoqqa. Bo'la. Qarab tursan-ku, tezroq bo'lmamsa? Tezroq bo'lgin, tez. Hey! Ne ish qilishyapsan? Tez bo'l, qo'shaylik. Qiziq ish bo'ldi-ku bu. Ular nimaga qochirgandi? Deganim to'g'rimikan? Balkim bu miyat ikicha qisizdi yoki ularning bu yarikni og'idek puli yo'qdi. Siz degandek bu bir ikichaqsiz miyat bo'lsa, ular nemishqa bizni ko'rib qochadi? Ko'nglimga ansizchilik tushib oldi, echib baqaylichi. Shunda qilaylik. Men misol gumonlanyapman. Diqqat qiling, Jumo. Jin gaplashomsin yana. Odamni qo'rqatmang. Echib ko'rib baqaylik. Onun yüzünü içip yakma. Bu neymiş? Bu midirlavatıdı o. O terekke. Bizga akir ketamdi o. Terik tursun mushundoq tashlab qo'yamda qansa. Ma'qul, akirib ketaylik. Ma'qul. O'tiraman. O'g'limiz tex o'rnidan turib qolishmamdi. Akşam qaysi vaqtda keldi? Bilmedim. Akşam ne vardı ki? Uyga shundoq kech keldi. Siz balın senin rastap pek yama uyutvatdingizmi? Bunda qilsangiz bo'ladi. Qanday yema uyutib qo'yibman. Kimning bolasi mening o'g'limdek bilimlik, axloqli ekan, ha? O degan mening faxrim. Assalomu alaykum dada. Assalomu alaykum apa. Yaxshi turibsizlarmi? Alaykum assalom o'g'lim. Qani, bu yoqqa kelgin. Balam, akşam nega varding? Men pek ensirdim juma. Akşam ağ-yildirimni uyga borgandim. Shunga kech qoldim apa. Mahmud tex o'rnida turmadimi? O qachon bir atigan turib baqqan.
Bizden ahval sorayım demeysen ko balam. Qarasam yaxshi turibsizlar. Shunga ahvolni so'ramadim. Bu Mehmet'ni qandaq mı qılarmız? Ya soğud işleri kızıqmısa, ya dükkan verip qaraşqınız texi unmısa. Rahmetlik akam, ölüp ketmey özünün balsını özü bakan bolsa, Mahmudcanmı bunca ben başıp ketmesi oğuydu. Akamның royu qorunub qalmasın, Mahmudcan'ı yetimlik tatıp qalmasın demegen bolsam, onu herkesin beqip qalmaydım. Onunğa qattiqaroq gap qalay desem, uyga patmay qaptıman deb o'ylab, uydan chiqib ketib qalsa, elmelning oldida satulamikin deb o'ylaydi ekan odam. Bu balanın istiqbolidan söz ochqilin bo'lmaydigan bo'pti-da. Voy, rahmat. Voy, Qanaqa og'ina? Do'shat, qanday ahvoling? Yaxshimisiz? Yaxshi, o'zing-chi. Teshib turdingmi? Ala, payzing ular birini chekib qo'y. Chekalash. Nim bo'lding, Mahmud? Ajab ushukdakka yopirmoqdakli solishib ketibsan-ku. Ayta. Nimaga shuncha xafa ko'rinsan? Ha? Hozir kunlar toza ko'ngildagidek o'tmayotdi. Nima gap bu? 9 tal boyvachimi shundoq gap qilamdi-ku? Boyvachimish. Hozir o'zimning pulig'imga ega bo'lamadim men. Rostini aytganda-chu, og'ina. Sen rostli ishchim og'riydi-jimi? Ya pulingga ega bo'lanmasan, ya ilqi xolnurga ega bo'lanmasan. Men zodili tushunmadim. Sen hozirgacha qandaqmi dadingni ichingga yutib yurayotgansan deyman. Qarab turib, ash Yusuf degan soltakka bozak bo'lamsan? Yaxshi ko'ygan qizing dushmaningning maytisiga beshini qo'yib yuravatsa, azroqmi xo'rlik his qilmamsan? Sening o'rningda men bo'lgan bo'lsam-chi, ular hargizmi yo'l qo'ymaydim. Sen mening yürükimning azoblanayotganligini nereden biletding? Ular meni odam qatorida ko'maydi. O'zing o'ylab baqa. Bundaq so'g'uq muomalaga uchirganlik, qalpichoqda o'zini bo'g'izlab ilishdimi azobli emasmi? Ha, balli. Undaqda yana nimaga ishkilinib tursa, adash? Amiz qanday qilaman? Mening bir amalim bor. Agar shunday qilsa, Xolnur bilan Yusufni ayirib o'talaymiz. Ha, qani kira, ha, kira. Kichik opa? Yaxshimisiz? Voy, assalomu alaykum Gulbano ada. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qani o'ltiring. Men azroq choy damlab kiray. Bo'ldi. Avarimman, ha. Sizlarning bir ishinglar bormidi? Sizga nima desam bo'lar, kichik opa? Bu gaplarni deyishga men umid qilaman. Gulbano ada. Mahmud bu gaplarni aslida Yusufga demoqchi edi. Lekin aka bo'lgan odam inisiga qandoq bu gaplarni ayta olsin? Mayli bu gaplar rost bo'lsin yoki yolg'on bo'lsin. Mahmudning Yusufga deyishga tili qandoq boradi?
Şoňa sizning ýeniňiz keldik. Eniqki, iş hili eğir derejege ýetdi. Ulan. Gülbanu ade. Biz mi ulanı körüp heyran kaldık. Bu işin yaman örüş xavfi var. Hazır bekarçılıktan zerikip, içip pişip jirgen bazı adamlar, ätidin keşke çıkıldığan işi yok, başkalarının gayvetini kıtlaşırdı. Hazırçı ular bizden bundak bəxtlik ailemizden, eğizge ağıdek bir nəs tapamayyotudu. Kişilerin hazırdan başlap, taqtı atkan gep sözüge, adamның işengisi kelmeydi. Bu ailenin abroyunun, bundak tökülüşüge ben kandak çıda turalayman kişi yappa. Bu mu benim ailem tursa? Sizning yüzüňizning tökülüşige muşu işlarla yetmemdi. Yusuf aşındaq peskeş kızlar bilen aralışıp yürüyüverdiğen bolsa, bu aile haman başkalarının külgüsüge kaladı. Bundaq boluşu turğanlı gep. Xalqlarning közlerini aşındaq işlarga tikip yürüyatqanlığını unutup qalmaň, Gülbanu ade. Qanaq dedim? Ah, Xuda, o qancaq nemi degen yaman. Qandaqlı bolmasun men oğlumning undaq tegibes qızlar bilen toy qilishig'a hergiz qo'shilmayman. Qani elanglar. Bugün sana zaten ne oldu? Keyfiyetin acayip tövelliği. Mening sizga bir maslahatim batdi. Ne maslahat? Yusufmu cho'ngib qoldi. Onun to'y ishinimi o'ylashadigan vaqtimiz bo'lib qoldi. Ha, shu ishmidi? To'g'ri. Buni menmi o'ylagan. Bu sal qaraydigan ish emas jumo. Shundaq emasmi? O'g'limiz o'ziga o'xshash, axloqliq, bilimli qizlar bilan to'y qilish kerak. To'g'ri. O'g'limizning ko'zlagan nishoni bo'lsa, ikkisining beshini bir qilib qo'ysaqlar bo'lmadimi? Qani, buningga o'g'lim nima deydi ekan? Biz sening ota-ona. Bizden yoshirg'idek hech ishing yo'q, bolam. Sening xato tanlamaydiganligini biz obdan bilamiz. Qani, kimni ko'nglingga pikkan bo'lsang, bizga davagin. Keyinchi elchi avatib, bu ishni ko'nglingizga to'g'rilaymiz. Dada, sizning Xalnur Geping joyda, bolam. Xalnur yaxshi qiz jumo. Yusufning to'y ishi to'g'risida sirti gap so'z bekchiq. To'y ishi degan kichik ish emas. Shundaq bo'lgankan, menimcha yanada bekrak o'ylashqinimiz tuzuk. Bu yerda obro'y masalasi bor. Sen aql ko'rsatmasan, men obdan bilaman. Shundaq. Men hozir sizlarning nazaringizda hech nimaga arzimaydigan bir yetim bo'lib qoldim-ku. Biz seni qachon bir yetim deb qarab baqdik? Seni qachon bir xorlab baqdik? To'g'ri dedingiz. Sizlar menga o'z ota-onamdek qardinglar. Lekin men sizlarni ziyonga uchratmadim-ku. Sen zot nima demoqchi?
Biz seni xarlamasak. Men nima deb xarlanatdim? Dadamning menga qoldirgan miraslarini texi azroqmi ishiltib boqmagan tursa. Mening sizlardan narim kam? Nima? Miras? Qaysi mirasning gapini qilyapsan? Qiziq bu. Sening dadangning topgan pullari aroq bilan qimoq ketgan tursa, sana nayatga mirasni qo'yapti? Meni mushundaq ahmoqona gapga ishonadi demsizlar? Eskining bolasi-ku, hamon eski bo'ladi ekan. Ko'rdingizmi buning mudhamligini? Voy yürügüm. Apa! Apa! Apa nima bo'ldingiz? Apa! Xalma, sizga deydigan gapim bor edi. Nima gapingiz batdi? Uydagilar ikkimizning to'y ishi qo'shildi. Men bilan umrvoyat birga o'tishni xohlamsiz? Kızım, bugün acab xoşal qilsan. Nima seni buncha xoşal qilgan? Men sening opang, ham do'sting qizim. Ko'nglingda qanday gaping bo'lsa, menga aytqin. Opa, Yusuf bilan uyga elchi evet gidelim. Nima? Nima dedim? Yo'q qizim, men ishqillarning to'yga hargiz qo'shilmayman. Opa, nima ish qo'shilmaysiz? Sen bu ishlarni tex bilmaysan qizim. Qanday ahvoling Xolida ada? Yaxshi. O'zingchi. Kela, o'tira. Tamoq qilib yetibsan-da. Ha. Uyda non tugabdi ekan. Shung sendan non so'rab kirib edim. Tursun una kelsa non yoqmoqchi bo'lyaptiman. Tunugila texe non yoqqan edim. Nonlarim o'xshamabdi ekan. Shunda qo'sima ep chiqib beray. Uyey, yuz ko'zlarim ko'kiribli ketibdi-ku. Oqsham yana urgan o'xshamamdi. Hey, shuncha yildan beri uning tayig'ini yepli kelyapsan. Ya odam bo'laymi demedi. Men mahaldagi cho'ng'log'i deb qo'yay, kirib nasihat qilib qo'ysin.
Hey, gap qilmaysan go, ha? Qo'shnilarning uyiga nimaga chiqding? Gap qila, zot nimaga chiqding? Zodi tayog'ing kam nima sening? Gap qila, yana qo'shnilarnikiga chiqamsan. Yana chiqamsan? Ha? Gap qila. Yani kirdigan bo'lsang, men unda ko'gligimni ko'rsan. Gapimga quloq soling Rayhon. Siz ömür bo'yi oshni tayog'ini yeplab o'tmoqchimi? Sizga undan boshqa odam tepilmadimi? Men sizni yelimi yaxshi ko'raman. Onun bilan to'y qilib, nima rohat ko'rdingiz? Siz bu yoshlig'ingizni mushundoqla o'tkazatmoqchimi? Yo'q, Rayhon. Men bilan birga keting. İkimiz cho'qim baxtli turmush kechiramiz. Senin zordun bilen zaten nima ishing var? He? Gap qila. Sen tığı özengçe meni koldurlatmakçı olsan de, he? Tura! Bugün moşu öydün ölügün çıktı ki tırgın çıkmaydı. Hop buzuk! Bozuk! Tura! Sen! Nime? Sen bana yanmakçı mı? Rayhon, biz uy tutqulimi xeyli yillar bo'lib qoldi. Turmushimiz mana shunda qiyinchilikda o'tyapti. Shunga men shaharga kirib, ozroq pul tepib chiqaymikin deb o'ylashyapman. Cho'ng shaharda pul topdim degan bilan uning o'ziga tushlik ta'da bo'ladi. Uningdan ko'ra mushundoq o'tganimiz yaxshimikan? Bu yerda turaversak, chopinimiz tizimizdan oshmasa, uning ustiga xolnurmi kundan kuniga cho'ng bo'layotsa, uningmi pul kerakda. Shunga eng yaxshisi shaharga kirib, pul tepib chiqaymikin deyman. Ma'qul. Xudoyim omonat. Xo'shamsa. Xo'sh. Xat yozishni unutib qolmang. Xudoyimga omonat. Xo'sh.
Rayhan, yaxshi turyapsiz. Qalnırcı. Xil çoğ bo'lib qolganda. Mendan ahvol so'rasangiz, men xil yaxshi turyapman. Rayhan, mening bu xatni yozishimdagi sabab, men shaharda xeyli yaxshi ish topdim. Shunga hozirlardan yeningizga boramayman. Mening yo'limga bakmi qarab ketma. Sizdan kechirim so'rab, yo'lishingiz zo'rdim. Voy voy, adaş, yağlıqın bek yarışıp gitti hocam. Rasma? Şu emas. Ay, rahmet. Bek çıraylı qo'yib ketsa. Oy, adaş mushkillarda zo'rdining tijoratimi toza yurishib ketyapti. Shuni dangla. Bağan siri yashirib chirayli qo'yib ketib barsa. Tilinglar tegmasin yana. Elanglar. Qani ala adaş. Elinglar. Mushtaq chaqas o'ltasaqa? Shu emasmi? Japasini toza topdim, endi rahat ko'ray. Rahat ko'r, adaş, rahat ko'r. Demisanglarmi, Shuni bizning degina. Zurduningchi tijarati nayta ipi va. Mangmi bek kuyunidi. Sen bek baxtliqchimi adaş? Mushundaq ko'ngilli o'ltirdigan ishyo'schi. Kunda kelinglar, qo'lim keksimda. Zo'rdan chidamay qala. Qani tatinmay elinglar. Isibmi qolgansizlar? Ola. Voy, kimdi odamning kayfini? Birsi ishni Maryam. Oy, Maryam, ishini changa. Yaxshimsiz. Zo'rdun mushay turamda. Shundaq. Qani uy kiring. Yaxshimsiz. Birsini izlampsiz? Zo'rdunni izlab kelib edim. Mening ismim Rayhan. Zo'rdun bilan ko'rishadigan nihoyat muhim ishim botdi. Uning bilan ko'rish uchun nihoyat yiroq yerdan keldim. Uning bilan ko'rishadigan qanday muhim ishingiz bor? Bugun uning bilan ko'rishmasam bo'lmaydigan nihoyat muhim ishim bor.
Zordun, mening yo'ldoshim. Qanday gapingiz bo'lsa, mana maqada. Nani bolsa apirib bering. Qani, og'ish o'tiraylik. Voy, bichora. Turmushi tasa nachar o'xshaydi. Shuni deyman. Qaraganda Zordundan yordam talab qilib kelgan o'xshamamdi. Shuni deyman. Bichora. Zordunning nima so'g'ib etdi? Bugun bak yerib ketdim. Qaytib keldingizmi? Degan bilan bugun do'konning soti yomon emas-jimi? Bugun sizni birsi izlab kelibdi-ku. Sodi yaxshi bo'lgandikan izlaydiganlarmi bag'ansir ko'paydi-da. Kimga u? Uni bilmadim. Qaraganda yezdan kelganda qiladi. Hali bak qarab. Yana kichik qizimni ba'da qilamdi unimi? Nima? Yezdan kelibdimi? Ismi nimaka? Ismini Rayhon dedim o ish qilib. Rayhon? O nima deydi? O eshitdimi demidi. Ajab so'rab ketdingizsa? Kim u? O yezidagi og'inamning ayolidi. O'tganda anglasam, o og'inam tugab ketibdi. Yezidagi vaqtda uning mendan boshqa hech nimasi yo'qdi. Balkim shuning izlab kelgandi. Bola-chu bola. Xeyli bo'ldi, uxlab qoldi. Uxlab qoldimi? Rayhon. To'xtang Rayhon. Men Meni kechiring Rayhon. Men sizning oldingizda kechirgisiz kun o'tkazdim. Yo'qsizlik odamni har ko'yloq soladi ekan. Sizning menga bo'lgan ishonchingizni yerda qo'ydim. Men sizga bir umr qarzdor. Buningdan keyingi turmushingizga mana men o'zim ega.
bu neymiş? Ha, belli. Asli iş mundaq ekan-da. Xap to'xtab tur. Rost shundaqmikan? Adash, o ikkisining bila turganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Texa uygacha ko'p kunduzda un, moy, go'sht akirib ketyapti emasmi? Voy, nima qilmaydiganlar. Rost shundaq ish bormikan? Voy, a'larimizni chin tutaylik-mi? Adash, mahallada chiqqan gaplarni anglamabsan. Ha, nimaga? Ko'rmamsan bu satchilikni. Nishga adash? Bir degina Satchilik bu. Degina adash, degina. Adash, mahallada bosh ko'tarib yurgisiz ish bu. Voy, endi qanday qilasiz adash? Erangni taq bizdan kullab yurisa, erang chin tutsan vog'dakchimi? Mana endi haqqimda ap qechibdi. Nima? O saraliqning xiyoli taq mening uyimdamikan? O'zicha o'zini men bilan tanqib yetibdi-da. Voy canım adaş, işçingi bek ip ketme. Sen de ma uyga kerak. O'zingni tirik tutib, o saraliqqa o'zingni bir ko'z tutib qo'ymamsan. Uni bu mahalladan bosh ko'taksiz qilib etmasam, Gulbona bo'lmay ketay. Voy canım adaş, mana endi Gulbonaga o'xshavatsan. Ashunda qila toza. O'zingni bir tetitib qo'y. Sana nima bo'ldi? Bugun yana hiliqi og'ayningizning ayolini yo'qlab keldingizmi? Buni qanday bilding? Buni bilish tasmitdi. Hozir kunda bir qatam yo'qlamasangiz bo'lmaydigan holatga tushib qolgan o'xshamamsiz. Sen meni xato tushunib qoldingmi qandaq? Menga ishonmamsa? Men faqat og'aynimning oldida o'tashga tegishlik iqtisodiy majburiyatimni o'tayapman. Menda boshqa niyat yo'q. Menga ishongin. Bano. Isiriq samsak bo'lmadi bu mahallaga. Ko'rdinglarmi masatchilikni? Tep-tinish bir mahallada bu. Shu emasmi? Tep-tinish mahallada bu. Nereden keldi bu xudon? Shuni da A'larimizni chang tutaylik juma. Yey, masatchilikni. Chiroy qarsa, xil yavaşda ko'rinadi. bir to'qinadi. Undaqmi emasdi? Yo'q, Salam bo'za. undaq bo'lamdigan uyga kirib chiqayotganni o'z ko'zimizda ko'rgan tursak. Yey, Qizil pikap bilan kelib, uyiga un, moy, go'sht akirib ketdi. Hey, nimasini bilmaydigan. Chiroyi qarsi xil o'nliqdek turadi. Undaqmi emasdi? Hey, bu kimdiki erlanisa, hech nima deb bo'g'lanmaydi-chi? Erlarimizni-chi chin tutsak bo'g'dak. ma mahallaga atdan boshlab isiriq sasak bo'g'dik. Chuchu. Qora uningga. Chuchu o'tdi. Qora uningga. Chuchu o'tdi. Chuchu. Eyda, kim o sana sıçaşkan? Ana! Qayada? Köygürgüm kösetmeydiğen bolsam, Nur Nisa'xın bolmay gitey. O qayada? Mana Muşu ma? Ey, mening balamga nima chiq sıçaşdın? Ha, Eyda! Oh, edepsiz.
Mening balamga suv chechib, kiyimlarini hul qilib etibsan go. Hey, gap qila. Ko'chimyasan. Hey, nadi cho'ng'og'immisan? O tarbiya ko'migan. Oy, nim bo'ldi? Nim bo'ladi? Sizning balangiz bor, mening qizimga suv chechib, kiyimlarini hul qilib etibdi. Qandaq cho'ng'og'im bola bu? Qaranlar Nisaxon hada. Bolalar o'ynashib shundaq qipti. Yoz bo'lgandan keyin kiyimlarimni qurib qola. Buncha bola tillash ketamdi. Hoy, xenim. Sizning dastingizdan bog'i, ma mahalladagilar yuzimizni ko'tarib yurolmayapmiz. Elrimizdan ansiraydiganmi bo'p qoldik. Namus qilmay tahi suv chechvasin nim bo'pti deb atqanda. U axloqsiz. Deb atqan gapini tahi ichimni ilashtirib. Gepining chiroyliqligini tahi sening balang mening balamni bo'zaq qilsa bo'ladi ekan. Bo'zaq qildiganning qandoq bo'ldiganligini men senga bir ko'rsatib qo'yay. Mana Canım baba. Pek çok çabalarını tabii ki.